bir qush bo'lar ekanda. Uchib yurib uzoqlarga borar ekan. Bolalariga rizq olib kelar ekan. Bir paytlar keladi, xoriydi, charchaydi, qariydi. O'sha uchib borib rizq olib kelishga yaramay qolar ekan. Quvvat yetmay qolar ekan. O'tirgan joyida o'zini etidan yulib bolasiga berar ekan. Bolasini boqar ekan. Qush halok bo'ladi. Bolalar uni bo'sadi. Aslida o'sha qush siz otingiz. O'sha qush men otam. O'sha qush siz otingiz. Ularni shunaqa saqlash kerak, asrash kerak. Inson uchun qulay joy juda ham ko'p. Lekin eng qulay, eng xavfsiz, eng mazza, eng issiq joy otani bag'ri. Otangizni mahkam quchoqlaganingizda o'zingizni baxtiyor his qilasiz. Ana shu baxtlaringni ehtiyot qilinglar, otasi borlar.